Dükkanın devamı hürmetli vatandaş. Bugün Çislak İşkimeğin 22. yıl 9. ayının 3. günü. Endeki mavzumun da vatandaşım. Birleşken Devletler Teşkilatı Şinjan'ın, yani Müstemlik Uyguristan'ın kişilik hukuk ahvalı doğrusunda tayyorlagan dokumentada Cungo insaniyetke karşı cinayet ötközdi dep görüstüldi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi a'zolari Cungo amaldarlarının mas'uliyetini surishti qilishni chaqiriq qildi. Mavzuli xabar 9. ayning 2. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Ma'muriy doiralar Cungo komiteti mundaq ko'rsatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Şinjan'da, yani Müstemlik Uyguristan'da kişilik hukuk ahvalı doğrusu tayyorlagan dokumentatı Cungo hükümetinin Uygurlar zo'ravonlik bilan muomala qilganligini qattiq ve keskin baholab chiqdi. Cungo komiteti bu münasebet bilan alaqadar Cungo amaldorlarining mas'uliyetini surishti qilishni chaqiriq qiladi. Cungo Komiteti, Amerika Devlet Majlisi Cungo Komiteti'nin reisi Senatör Jeb Merkeli ve ortak reisi Cumhuriyetçiler Partisi mensubu Avam Palata a'zosi Jim McCaulin 9. ayının 1. günü bir parça bayanat e'lon qilib, bayonotda mundaq ko'rsatdi. Gerçi Cungo daireleri Birleşken Devletler Teşkilatı kuzat kuchilarining cheklimiga uchirmay Şinjanni, Müstemlik Uyguristanni ziyorat qilishini qabul qilishni rad qilgan bo'lsa-mu, lekin Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetining Şinjanning, yani Müstemlik Uyguristanning kişilik hukuk ahvoli to'g'risidagi bu dokument yana Şinjan Uygur Abdunum rayoni, yani Müstemlik Uyguristan rayonida yuz bergan Uygurlarni eg'ir xo'rlash harakatlarini cho'nqur kuzatgan. Jumladan jismoniy jazo berish, jinsiy zo'ravonlik, nüfus aholini mecburi kontrol qilish siyosati, mecburi emgakka selish, oila birligini parchalash, bir-biridan ayirib etish qatorliq taraflarni cho'nqur kuzatgan dokumentda. Bu bir parça dokument Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti Şinjan Uygur Abdunum rayoni, yani Müstemlik Uyguristan'ın kişilik hukuk ahvali doğrusunda tayyorlagan dokument mundaq bir önümlü kuchor tarqatdi. Dikkat vatandaş. Cümleden Birleşken Devletler Teşkilatı'nı öz işçiga algan xalqaro jamiyatning hozir harakat qo'llanishi kerakligini, Cungo amaldorlarining Şinjan Uygur Abdunum rayonida sodir qilgan zo'ravonligining mas'uliyatini surishti qilishni kapolatga ega qilishdan iborat unumli bir uchurni tarqatdi deb ko'rsatdi Senatör Jeb Merkeli ve Avam Palata a'zosi Cungo Komitetining reisi Cungo Komitetining reisi Jeb Merkeli ve Cungo Komitetining ortak reisi Avam Palata a'zosi Jim McCaulin. Senatör Jeb Merkeli ve Avam Palata a'zosi Jim McCaulin bayonotni davomlashtirib mundaq ko'rsatdi. Hozir har qanday vaqt qisilishganda texim muhim bo'lgani shuki, dünya devlet rehberleri Şinjan Uygur Abdunum rayonida, yani Müstemlik Uyguristan'da kişilik hukuku xiloflik qilgan Cungo amaldorlarining mas'uliyetini surishti qilib, bu kişilik huquqlari ziyonkashlikka uchragan kishilarning adolat talablarini kapolatga ega qilish masalasidir. Xuddi Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valiliği dokumentni xulosalab ko'rsatgandek,
kishilik huquqni ig'ir darajada xiloflik qilish harakatlari Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni, ya'ni mustamlika Uyg'uristonda hali ham davomlashmoqda. Kishilik huquqqa xiloflik qilishning shart-sharoitlari hali ham mavjud deb ko'rsatdi Davlat Majlisi a'zolari bayonotida. Uzundan beri Şinjan Uyghur Avtonom rayoni, yani mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarning kishilik huquq ahvoliga diqqat qilib kelayotgan senator Marco Rubio bu yil 5-oyda va 8-oyning 5-kuni yana bir qatam Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu dokladni e'lon qilishini murojaat qilgandi.